Murodjon 2026-yilda Yevropada trendga kirgan spalnini, O'zbekistonda, Buxoroda hali hech kim ko'rmagan spalnini sizga obunachilaringizga birinchi bo'lib ko'rsataman. Kimga yo'qsa promo kod beraman, faqat 20 ta obunachingiz uchun $50 chegirma beraman. Promo kodni videoni oxirida aytadi, shundaymi? Xuddi shunaqa. Nima bo'lsa ketdik aka, videoni oxirigacha ko'ring. Murodjon, havoda muallaq turgan spalnini ko'rganmisiz? Aka, bu rostdan ham havoda turibdi-mi? Nima ishlab turibdi buni? Bularni hozir sizga men polnisi tushuntiraman, obzor qilib beramiz. Qarang, kojasi haqiqiy kojadan bo'ladi. Mana bu tomonlari qo'lda tikilgan. Gulmi shunaqa tikilgan? Shunaqa, buni xohlagan gulni qilsangiz bo'ladi. Qirilmaydi, chizilmaydi, teshilmaydigan koja. Endi menga bitta pastdagi texnologiyasini ko'rsatangiz o'zi. Nima ishlab turibdi bu? Qanaqa material pastida ishlatilgan? Metalli, qo'lda qilingan emas, bu fabrichni xorijdan keltirilgan, shunda yig'iladigan konstruksiya. Kojalar esa atrofidagi kojalari tikilgan, qo'lda tikilgan bo'ladi. Haqiqiy koja. Bu nima afzallik beradi? Bemalol pastiga mahsulot qo'ysangiz ham bo'ladi. Chang bo'lsa ham bemalol artib bilasiz. Svetkalari ham bor ekan pastida. Svetkalari bilan shu. Bu hozir ko'rgan mebelingizni yashil rangi. Mana bu kojasi. Kojasini yirtib ko'rgan, yirtib bilasizmi? Yo'q, sifatliga o'xshabdi. Endi keling, ushlang. Buni hozir qirib ko'ramiz. Qattiq qilyapman, bo'syapman. Ko'pishi qirilmadi. Izi qolmadi aka. Izi qolmadi. Shunaqa darajada sifatli kojadan qilaman. Teshyapman, qarang. Teshilmaydi. Umuman teshilmaydi. Teshyapman, bo'syapman. Ko'ryapsiz? Umuman izi ham qolmadi. Shunaqa kojada, shunaqa sifatli kojada qilinadi. Bu mahsulotimiz mana shu apparatda tikiladi. Bu apparatni 100 xil gulda tikadi sizga. Ko'rishingiz mumkin. Sifatini ko'ringiz kojani cowboy stilda. Mana bu gullar xohlagan gulda ular tikib beradilar sizga. Buni oddiygina telefon qilib, Instagramdan ko'rib shu mebelni xarid qilmoqchiman desangiz, sizga $550 emas, $500 atga 20 kishiga shunaqa narx qilib berishadi. Uyingizga yangi dizaynni va yangi mebelni siz birinchilardan bo'lib olib kiring.